Hurmatli yurtdoshlarimiz, sizlarga yangilikni birini, ya'ni nomer 1 deydi-ku, xuddi mana shunaqa yangiliklarimizni birini ko'rsatib o'tishni davom etamiz. Endilikda Buxoro Tunikafon jamoasidan yangilikni kutib oling. Ya'ni endilikda Traventin mahsulotlarini ham o'zimiz qilib beryapmiz. Uyni egalari qiziqqan holda любой xil fasonni tanlab beradilar. Sifatli Traventin ishlarimizni ham yo'lga qo'yib oldik. Xudo xolasa bundan keyiniga sokiliga bunaqa plitkalar bo'ladimi, tanlagan narsalari bilan qilib beramiz. Xalqimizga bo'lsa, xalqimizga bo'lsin, chiroyli bo'lsin, ish bo'lsin. Nima deydi? Sizlarning xonadonlaringizga borib, bitta tunikafon bilan cheklanib qolmaymiz. Endilikda polni yaqinda shu patkulich degan narsani ham yo'lga qo'yamiz. Xudo xolasa e'tibor qilsangiz agar mana bunaqa Traventin mahsulotlarimizni ham sifatlisidan, eng zo'ridan unaqa xashaki bu narsalardan emas. Bir ko'rib o'zingiz bahosini beringlar, lakiga e'tibor qaratinglar. Xudo xolasa 3 sloy Traventindan chiqqan devorimiz. Bu devorimiz o'zi sovuq edi. Xo'sh, buni tagini Traventinga moslab, tekislab, tayyorlab, podgotovkasini qilib, Traventinni 3 sloy urib berdik. Usta akalarimiz qo'li gul, mohir qo'li gul hamma fasonlarni qilib berishaveradi. Bu Traventinimizni 120 mingdan to 140 minggacha bor, 100 minglik fasoni ham bor, 80 minglik fasoni ham bor. Bu skoch fasonimizni rombik qilib ana tepaga moslab tayyorlab berdik. Xudo xolasa kimgadir shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Buxoro bo'ylab polni hamma narsasini ichiga qilib beramiz. Skidka narxlarda skidka qilib hamma narsasini sizga qulaylikni his qildirgan holda qilib beramiz. Hamma narsasini ichiga qilib beramiz. Bizga ishlarimizga, bizani Buxoro Tunikafon jamoasiga qiziqqanlar bo'lsa, pastda telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib bog'lansangiz, sizlarning fayzli xonadonlaringizni shunaqa chiroyli qilib beramiz.